O'ylashim bo'yicha biz gambit tuzatdik, lekin hali sinab ko'rganimiz yo'q. Keyingi seriyada sinab ko'ramiz. Lekin men bir kechada bitta klon bilan yurganmiz shuncha paytgacha. Bu safar 3 ta gamitika bilan kerak bizga 4 ta klon keldi. Va men to'g'risi qo'rqaman o'sha. To'g'risi bor. Sen oldingda haqiqat gapirganman. O'zimdan nima qilaman? Biram jasur bilan machon yasab, rostdan qo'rqaman. Shuning uchun ham men Darknetni tugatmoqchiman. Darknet 6 qism, 6 ta legendarniy qism. Hammaga rahmat katta aktivlar uchun. Agarda Darknet dengiz chiqishini xohlasanglar, o'sha gap do'stlar. Like 101 ming like, 22 ming obuna kerak. Obuna bosinglar albatta, chunki bu kanalda mo'shni obuna kerak. Va balkim xatasizlar aktiv berayotganingiz uchungina davom etamiz. Shuning uchun aytdim do'stlar, aktiv beringlar. Darknet 7-qism bo'ladimi yo'qmi? Hammasi sizlarga bog'liq. Navotgan bo'lsa ham menga juda ham qiziq bo'lyapti. Dal bu narsa davom etishini xohlayman. Chunki adrenalin, yangi narsalarni ishqiboziman. Akshto nima bo'lsa ham 7-qism, 8-qism itagdali ketishini xohlayman. Uning uchun sizlar poddesh qilib turishingiz kerak. Podpiskaga ekanlarni qo'yib qo'yinglar. Agar Darknetning qismi bo'lishini xohlasanglar, просто like bosinglar, obuna bo'linglar va Sardorni ham kerak bo'lsa o'qitib qaramiz.